kichkinadan yozuvchilarga shunday zo'r hurmat bilan ularga shunday bir sehriy kishilarga qaragan kebek qaradim, elida qarayım, ularning deydir zo'r tigi bir tılsımlı kuchga ega kishilar kebek. Shunga da bilan Mila Danilovna bu ssenariyni yazarga qo'shqach, men bir yoqdan qo'rqib da, ikkinchi yoqdan shulay bu ishonishni oqlarman ekan deb olingan edim. Chunki maktabda o'qigan vaqtda mana bu Qozon o'tlarida chiqqan Guriy Tavlinning asarlarini o'qib, qara bu nindi mag'rur shunday og'irliklar vaqtida da sinmagan shunday kishi afzalni bilmaybizda, bu darsliklarda yo'q da degan shunday bir o'kinishda bo'lgan edi. Onun mana asarlarin ko'proq o'qisinlar edi maktablarda, onun mana bu yo'qolgan asarlari topilsin edi degan tilak shunday mana shulay kelib chiqqan. Bu onun turmushi shunday bir og'ir bo'lgan. Ham bu asar bu kishiga nima ism beramiz deganda men taqdim etgan edim Tog'lar nomi deb. Chunki u shunday bilan nomli shunday Tavlin bo'lgan, tog'lardan kelgan. Ham bu avul shunday o'zida shunday bir sehriy avul. Men chin-chinlab oshiq bo'ldim bu avul kishilarına. Birinchi shiratda men shu avul kishilarına bek zo'r rahmat aytar edim. Ular Guriy Tavlinni hurmatlilar, onu bilalar. Ham men ular bilan uchrashib, сөйләшib bek ko'p istaliklarni barladim. Mening ularning ismlarini atab ketasim kelar. Князева Мария Елизаровна, Анна Антоновна Кондрабаева, Утяганова Софья Михайловна. Sizga zo'r rahmat, ham ayrim zo'r rahmat Fedora Nikolaevna Krasnova, Fedora Dutiga. Internet yulduzi. Fedora Dutiga ko'ringiz, ko'rsinlar hali, o'zingizni ko'rsatingiz hali. Siz ham balki ko'rgansizdir, tanisizdir. Zo'r rahmat sizga, ham bek zo'r rahmat Robit abiga. Guriy Tavlin to'rindagi bek ko'p istaliklarni barlarga yordam etdi. Men uni bilan uchrashib сөйләштем. Zo'r rahmat. Ham mening Guriy Tavlin to'rindagi shu kishani onun asarlaridan negizlangan balki deydi boshqa turli postanovkalarni boshqa sahnalarda, Qozon sahnalarida, butun yerlarda shulay ko'rishga tilar edim. Ham zo'r rahmat bilgili Zeylilerge, Zey hakimiyetine hem medeniyet yurtuna şuşun dikişlerine uzdurulağı yardımlar için zo'r rahmat.